Vinicius Junior ortiq Real Madrid uchun futbol o'ynashni xohlamaydi. Cristiano Ronaldoni yaxshi ko'raman, lekin Lionel Messi dunyoning eng zo'ri. Do'stlarim, yaqin 5-6 daqiqalar ichida ekran qarshisidan aslo uzoqlashmang. Chunki hozirgina sanab o'tganimday shu va shunga o'xshash futbolga oid yangiliklar bilan qisqa vaqtlar ichida tanishib chiqamiz. Va albatta do'stlarim, videorolikka like bosib qo'yishni aslo esingizdan chiqarmang. Ha do'stlarim, haftadan Vinicius Junior ortiq Real Madrid uchun futbol o'ynashni xohlamaydi va u qirollik klubini tark etmoqchi. Gap shundaki, Vinicius Junior ijtimoiy tarmoqlarda Real Madrid klubiga tegishli ekanligini bildiruvchi barcha ma'lumotlarni o'chirib tashladi. Mutaxassislar va futbol ekspertlarining fikriga ko'ra esa bu holatga sabab klublar o'rtasidagi jahon chempionatidagi ilk o'yindir. Ya'ni Al-Hilolga qarshi bahsda qirollik klubi muxlislari, ya'ni bevosita to'g'ridan-to'g'ri stadiondan o'yinni tomosha qilib borayotgan futbol muxlislari o'yin vaqtida Viniciusga hushtakbozlik qilib, uni Real Madriddan ketish kerakligini aytishib, uni tanqid qilishgandi. Va aynan mana shu omil Viniciusning ijtimoiy tarmoqlardan Real Madrid klubi futbolchi ekanligini anglatuvchi barcha ma'lumotlarni o'chirib yuborganligiga sabab bo'lgan. Ha do'stlarim, agar esingizda bo'lsa, jahon chempionatining birinchi turidan o'rin olgan Al-Hilol klubiga qarshi o'yin vaqtida muxlislar Viniciusni juda ham qattiq tanqid qilgan edilar. Va bilmadim, Viniciusning ijtimoiy tarmoqlardan Real Madrid futbolchisi ekanligini eslatuvchi omillarni va ma'lumotlarni o'chirib yuborganligiga aynan mana shu narsalar sabab bo'lganmi, yoki Vinicius Real Madriddan charchagan va qirollik klubini rostdan tark etishni xohlaydimi? Lekin do'stlarim, oldingi dasturlarimizda ham aytib o'tgan edim, hozirgisida ham aytib o'taman. Real Madrid Viniciusning sotuvidan faqatgina manfaatdor bo'ladi xolos. Chunki hujum chizig'ida u Cherepaxa Ninzaga, ya'ni ayni damdagi Real Madrid klubining yetakchisi Kylian Mbappega xalaqit berishdan boshqasiga yaramayapti. Do'stlarim, Cherepaxa Ninza haqida gap ochilgan ekan, keling, u haqidagi yangilikni davomiylik qilib keta qolaylik. Ha do'stlarim, u haqida yaxshi yangilik bor. Gap shundaki, qirollik klubi bosh murabbiyi Xavi Alonso Kylian Mbappening ahvoli haqida xabar berdi va uning ahvoli yaxshi ekanligini ma'lum qildi. Kylian Mbappe mehmonxonaga qaytdi, u shifoxonadan chiqarildi. Hozircha uning ahvoli biz o'ylaganimizdan yaxshiroq. Shunday ekan, kutamiz. Ha, u ikkinchi turdagi o'yinda ham maydonga tushmadi. Ammo 3-chi va undan keyingi turdagi bahslarda uning safga qaytishiga umid qilib qolamiz, deya ta'kidlab o'tdi Xavi Alonso. Ha do'stlarim, biz ham umid qilamizki, Cherepaxa 3-turda maydonga qaytadi va qirollik klubiga jahon chempionligini qo'lga kiritishda yordam beradi. Ha, aytgancha do'stlarim, kechagi g'alaba bilan qirollik klubi muxlislarini ham tabriklab qolaman. Ya'ni Pachuca ustidan 3-0 hisobidagi irodali g'alaba haqida. Ha, bir kishi kam bo'lib qolganligiga qaramasdan qirollik klubi Pachucani pochkalab qo'ydi. Menga Cristiano Ronaldo yoqadi, lekin Leo Messi umuman boshqa daraja. Ha do'stlarim, yaqindagina Paris Saint-Germain klubi bilan Yevropa Chempionlar Ligasini qo'lga kiritgan Xvicha jurnalistlar bilan suhbatlashdi. Jurnalistlar bilan suhbat chog'ida esa unga Messi yoki Ronaldo degan savol berildi. Jurnalistlarning ushbu savoliga esa gruziyalik futbolchi quyidagicha javob berdi. Menga Cristiano Ronaldo juda ham yoqadi, ammo savolga Messi deya javob berishga majburman. Sababi Leo Messi boshqa sayyoralik futbolchi va u bilan boshqalar tenglasha olmaydi, deya ta'kidlab o'tdi gruziyalik yarim himoyachi. Do'stlarim, siz nima deb o'ylaysiz? Siz ham Xvichaning fikriga qo'shilasizmi? Bu haqidagi fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Men esa mana shu yerda hozircha xayrlashaman. Xayrlashdan oldin esa yana bir bor eslatib o'taman. Kommentariyada sizlarni $500 Telegram manzil kutadi. Marhamat, erinmasdan Telegram kanaliga o'ting va o'sha yerda yozib qo'yilgan qonun-qoida orqali o'zingizga tegishli 5 million so'm bonus pulini qo'lga kiritib oling. So'ngra ushbu bonus pulni xohlasangiz kompaniyada ko'paytiring, xohlasangiz biror bir bank hisobingizga olib chiqib keting. Eng muhimi, o'zingizga tegishli pullarni begona qo'llarda qoldirmang. Do'stlarim, futbolni seving va u bilan yashashda davom eting. Omon bo'ling.